Shou-biznesdagi eng kutilmagan xabar. Ahad Qayumning qarori muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Xonanda Rayhon G'aniy va Ispaniyaning Barselona shahridagi diqqatga sazovor maskanlaridan fotosuratlarini davomli ravishda muxlislariga ulashib bormoqda. Vayner Mo'min Ibrohimov bundan 12 yil avval vafot etgan otasining qabrini ziyorat qildi. U hayot bo'lganida 60 yoshga to'lishini aytib, otasini tushlarida ko'rishini xohlashini hamda uni juda sog'inganini bildirdi. Bir necha kun avval Turkiyaning 2 shahrida to'ylari bo'lib o'tgan xonanda Shahlo Salayeva va uning turmush o'rtog'i Veysel Dulgurning to'y tantanalari davom etmoqda. Baxtli juftliklarning navbatdagi nikoh oqshomi Xorazmda bo'lib o'tdi. O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitova har bir inson uchun tarbiya va farosat eng kerakli xislat ekanini eslatib o'tdi. Bir necha yillardan buyon oilasi bilan AQShda istiqomat qilib keladigan aktrisa Gulchehra Eshonqulova uzoq tanaffusdan so'ng yangi loyihaga qo'l urgani haqida ma'lum qilmoqda. Komik aktrisa Anjelika Yesembetova sahifasiga Zomin safaridan kayfiyat ulashuvchi suratini joyladi. Xonanda Munisa Rizayeva haqiqiy ayollik jozibasi mukammal tashqi ko'rinishda emas, balki ichki kuch, o'ziga ishonch va o'zini qadrlashda namoyon bo'lishi haqida fikr yuritmoqda. Xonanda Dilnoz Hakim va qizalog'i bilan vaqt o'tkazmoqda. Aktyor va shoumen Ja'far Kenjayev otasi vafot etganini ma'lum qildi. Uning haqqiga duo qilgan barchaga minnatdorlik bildirdi. Kino rejissyor Ahad Qayum shou-biznes olamini tark etayotganini ma'lum qildi. Ijodkorning ta'kidlashicha, bunga uning salomatligi yomonlashgani sabab bo'lgan. Shu bois u bundan buyon faoliyatini boshqa sohada davom ettirish niyati borligini bildirdi. Shou-biznes yana bir bor mashhur ijodkoridan ayrilyaptimi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni ham unutmang.